Nov shahar Guliston kvadrat domlarda joylashgan birinchi qavatdan ushbu yevro remont qilingan, hamma sharoiti bor 70-72 metr kvadrat oralig'idagi uy sotuvga qo'yiladi. Xo'p, xonadonga kirganimizda mana remontiga ahamiyat bering. Bu proxoshka qismi. Xo'p. Bu tomonda, o'ng tomonda oshxonasi bor. Uy bu orqali ham otopleniyasi ham bor, isitish tizimida, pechka orqali ham. Xo'p, oshxonaga kirganimizda kuxonniy mebellari, yangi gaz plita, hamma narsasi chiroyli remont qilingan. Uyda egalari juda toza, akkuratni turishgan. Ko'ryapsiz. Muzlatgich qoladi, kuxonniy mebellari qoladi. Xo'p. Bu mebelni olib ketishadi uyda egalari. Xo'p, bu tomon zalimiz, mehmonxona, ya'ni buni ham remontiga ahamiyat bering. Juda chiroyli dit bilan ishlangan. Pardalari qoladi. Buni yonida spalni. Bu uyda mebellarni olib ketishadi, bo'm-bo'sh holda berishadi. Xo'p, bu tarafda sanuzeli. Ki ahamiyat bering, sanuzel bu tarafdan hovliga chiqib ketadigan qismi bor, hovlisi bor. Xo'p. Buni yonida detskiy xona. Buni mebellarni tashab ketishadi. Bu ham alohida o'ziga yarasha dizayn qilingan. Uyda $40 ming deb baholashyapti. Xo'p, o'tib berishadi. Bu tomon hovli qismi. Gaz tizimi o'tgan. Oluvchilar bo'lsa, telefon raqamlari qoldiramiz, aloqaga chiqishlari mumkin. Juda qulay, juda shinam uy. Narxlarni o'tib berishadi. Xonadon egalarini bir emas, ikkita uyi bor. Xuddi shu uyini tepasida ham xuddi shunday 3 xonali uylari bor. Telefon raqamiga telefon qiling. Xo'p. Batafsil ma'lumot berib o'tamiz.